Xudoga shukr, yana umrimin 40 yilga yaqin davri mana shu maktabda o'tdi. Men eng baxtli inson ekanmanki, 40 yil davomida bir jamoada, bir kollektivda mehnat qildik. Dastlab yoshlar yetakchisi bo'lib ish faoliyatimni boshladim. Keyin bir necha yil boshlang'ich sinflarga dars berdim. Mana 93-o'quv yilidan buyog'ina tarix fanidan o'quvchilarga dars berib kelyapman. Bugun mana yana shu maktabga kelib, o'quvchilarni ko'rib, shogirdlarni ko'rib, yana bir bor quvondim. Shu 36-37 yil mobaynida ko'plagan Xudoga shukr shogirdlar chiqardik. Bizlarimizning qatomimizga yana keldi shogirdlarimiz, birga hamkasb bo'ldilar. Bundan baxtliman. Xudoga shukr shu kollektivda oldin bir 100 odamdan ko'proq birga ishladik. Mana hozirgi kunda kattalarda opa dedik, kichiklarda singil dedik, aka-uka bo'lib shu kollektivda mehnat qildik. Zemir opa 30-maktabda 36 yil davomida samarali mehnat faoliyatini olib bordi. 36 yillik umrini yosh avlodni tarbiyalashdek sharafli ishga boshlagan ustoz Zemir opa bugun 60 yillik yubileylarini nishonlamoqda. Zemir opa, 60 yillik yubileyingiz muborak bo'lsin. Zemir opa pedagoglik faoliyati davomida bir necha shogirdlarni yetishtirib chiqardi. O'quvchilari tuman va viloyat miqyosida o'tkazilgan tadbirlarda faxrli o'rinlarni egallab keldilar. Zemir opa mohir pedagog, ajoyib ustoz sifatida kasbdoshlari orasida katta hurmat va e'tiborga sazovor bo'lgan ustozlarimizdan, pedagoglarimizdan biridir. Aziz o'quvchilar, yana sizlar hozir bugun kimsizlar? O'quvchisilar, o'quvchisilar, yaxshi o'qishlaringiz kerak. Ota-onalaringizga sog'lik, soliha farzand bo'lishlarimiz kerak. Kelajakda biror bir kasbni, hunarni egallashimiz uchun biz maktabda kunt bilan bilib olishimiz kerak. Ustozimizning aytganlarini, ota-onalarimizning aytganlarini hamma vaqt bajarib yurishimiz kerak. Ota-onalarimizga eng katta yordamimiz bizlarning a'lo baholarga maktabni bitirib, yaxshi o'quvchi bo'lib, ertang biror bir kasbning, hunarning egasi bo'lishimiz kerak ekan. Shuning uchun hozirdan faqatgina ustozlarning aytganini qilib, vazifalarni o'z vaqtida bajarib, demak, ustozning gapini hech qachon ikki qilmasligimiz kerak. O'z navbatida ota-onalarimizni ham hurmat qilib, ularning aytgan so'zlarini ham hamma vaqt bajarib yurishimiz kerak ekan. Ana shunda kelajakda bir yetuk inson bo'lib yetishamiz ekan. Biz Zemir opa qilgan mehnatlarini doimo qadrlaymiz va doimo hurmat qilamiz. Ustoz Zemir opa, sizga uzoq umr, mustahkam sog'lik, baxt va omad tilab qolamiz. Doimo sog' salomat bo'ling. Rahmat aytaman, chin
Dildan rahmat aytaman. Nima uchun deganda 30 yildan oshiq umrim shular bilan o'tdi. Opa singil bo'lgan insonlar rahmatlik bo'lib ketgan. Bizlarga har tomonlama ular ish faoliyatida, oilaviy hayotda, hamma jinsida bizga saboq berib keldilar. O'qituvchilarga, shogirdlarimga, ishchi xizmatchilarga barchasini o'zining minnatdorchiligimni bildiraman. Ularga oilaviy tinchlik, xotirjamlik, kasbkorlarimda barakat topishini istayman. Ularning ham hamma vaqt yaxshi kunlarida demak ularni tabriklab borish menga nasib etsin deyman.